Aha. Bu uskuna bilan endi mana bunday kunlarni to'd qilishim mumkin. Tunda esa ko'r qila olaman. Ha, bu judayam zo'r qurilma bo'ladi. Xo'p, ishlatib ko'ramizmi? Mayli, hozir tun bo'ladi. Mana buni bossam, ketdi. Opa! Tun bo'libdi-ku. Bu judayam zo'r. Endi ertalab qilishim kerak tezroq. Men bo'lmasam meni o'ldiradi. Xo'p, ertalab qilamiz. Ertalab qilishni bosdik. Eh, eh, ertalab qilishni bosdik. Voy. Eh, Voy. Nimaga ishlamayapti bu? Voy, ertalab. Tushunmadim. Yo'q. Bolakat. Ertalab qilishni bosdik. Oy, yo'q, ishdan chiqarib qo'ydim. Kim to'n qildi? O'shani tezroq topish kerak. Yo'q. Bolakat. Agar meni tutib olishsa, meni o'ldirishadi. Oy, yo'q. Nimadir qilishim kerak. Qanday qilib bu uskunani o'g'irlasam bo'ladi? Hech bo'lmasa mana bu bo'g'ishlardan yordam so'rasammikin? Ular hech bo'lmaganda ozgina bo'lsa ham mana bunaqa uskunalarga tushunardi. Mayli, so'rab ko'raveraychi. Xullas, mana bu tun mani aybim bilan bo'lib qoldi. O'sha uskunani endi tuzata olmayapman. Senda biror yechim bormi, bilmaysanmi? To'g'risi ukam, u narsani bilmadim to'g'risi lekin. Ustiga borish kerak. Ustaga? Qishloqda usta yo'q-ku, qayerdan topaman hozir? Bo'pti, senga bitta maslahat, Niko bilan gaplashib ko'r. Niko, anavi temir uyda yashaydiganmi? Ha, o'sha senga yordam berishi mumkin. Mayli, uni qo'lidan nima keladi? Unda kompyuter bor, kanali ham bor. Senga yordam bersa kerak. Bo'pti. Charchamanglar, rahmat. Balakat, tashqari qorong'imi yo ko'zimga shunaqa ko'rinyaptimi? Tushunmadim. Barchaga salom-minashlar, tuzimsizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men Niko jigarlar. Yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib, oldinglarga yeb-yegani, ichgani narsa olib kelib olinglar. Qani bo'lsa men boshladim. Obunashlar, tashqari rostdan ham shunaqa qorong'imi yo menga shunaqa tuyulyaptimi? Mayli, fermaga qarashimiz kerak. Voy, balakat. Rostdan ham tun. Jin ursin, hozir ertalab bo'lishi kerak edi-yu. Tushunmadim. Anavlarning oldiga borib ko'raychi. Kim edi? Voy. Bu nima bo'lyapti bu yerda? Shvitillar. Kechirasiz. Tushunmadim. Nima bo'lyapti? Xullas, kim qilgan bo'lsa ham menimcha bu xakerning ishi. Ammo mana shu tunda kim qilgan bo'lsa, shuni qamash kerak, tushunishdinglarmi? Voy, balakat. Mer, nima bo'ldi o'zi? Nimaga hozir tun? Gapiryapman-ku, o'san. Asab qilmanglar, shunchaki gaplashib olaylik. Xullas, kimdir, yoki xaker, yoki yana kimdir. Xullas, oramizdan bittasi mana shu tunniga qandaydir bir moslama bilan tun qilgan. Shuni topib qamash kerak, tushunishdinglarmi? Qamash? Yo'q, unchalik qamamasmiz. Voy, o'sar, hozir nima haqida gap ketayotganini tushunyapsanmi? Endi butun umr tun bo'lib qoladi Minecraftda. Butun umr tun. Xo'p, topdinglarmi? Yo'q, endi topamiz o'shani. Topish kerak xullas. Hamma topsin, tushunishdinglarmi? Mayli. Mayli bo'lmasam, obunishlar. Judayam g'alati, lekin mayli, fermaga qarab olamiz. Birdan kech bo'lib ketdi. Balakat. Kim ishi bo'ldi ekan? Qobil akadan ham so'rab ko'rish kerak bitta. Qobil akadan ham so'rab ko'rish kerak. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Obunashlar, sizlar bilmaysizlarmi? Kommentariyga yozib qo'yinglar kim qilganini. Hozir balkim bilib olarmiz. Hozir anaqaga o'tib kelaman, qishloqqa. Balkim bordir. Xo'p, endi mana bularni qo'yib qo'yamiz. Okey. Tak. Hop. Qobil akaning oldiga o'tib kelishimiz kerak.
Mana bu yer sartaroshxona. Oblaka yaxshimisiz? Niko yaxshimisiz? Nima gaplar endi? Yaxshi. Mana bu tun kim qilganini bilmaysizmi? Yo'qda uka, mana shuni deb, hozir menda ham muammo bo'lyapti. Bozorga borolmayotibman. Lekin uka, non olmaysan? Non, yo'q, hozir ko'nglimga non sig'mayapti. Xullas, kim qilganini bilmaysizmi? Yo'q uka, kim qilganini bilmayman. Lekin mana bu narsalarni sotishim mumkin. Yo'q, hozir bu narsalar menga umuman kerak emas. Mayli bo'lmasa, aka charchamang. Bo'pti uka. Obunashlar, keldi endi mana bu qo'shnimizni oldiga kirib ko'ramiz. Unda ham balkim bir nimalar bo'lishi mumkin. Qani? Hop. Wow, Jetel, yaxshimisan? Qani ko'rmaga, kel oldimga o'tir. Yaxshimisan? Nima ko'ryapsan? Futbol ko'ryapman, sen ham ko'rasanmi? Yo'q, men boshqa narsa keldim. Yo'q, hozir u sho'rva-po'rvaga kelmadim. Hozir ko'nglimga umuman sig'maydi. Plus menga короче, nimaga tun tushib qolganini bildingmi? Yo'q, nimaga tushib qolibdi? Mana bunaqa qorong'i tun qiladigan moslama yasab, xullas shunaqa o'zgartiribdi. Qiziq emas lekin. Davay futbol ko'raylik undan ko'ra. Voy, uni qayerdanligini bilmaysanmi? Yo'q, qattan bilaman, ertalabdan beri uyimdaman. Qoch, stol, televizorni to'syapsan. Mana. Biz o'shani topishim kerak. Menga yordaming kerak. Lekin sho'rva zo'r ketyapti. Voy, qanaqa sho'rva o'sar, ey. Men mayli, xullas. Voy, palakat, mana u xaritami? Qayerdan olding buni? Bu bobomniki xazina bor ekan, xullas, tog' tepasida. O'shaga borishim kerak, lekin erinibman. Voy, xazinaga erinibsan. Men bo'lganimdami, sen o'rningda. Menga ber xaritani. Sen olur. Rostdan. Bemalol. Voy, palakat. Wow. Bu xarita qishloqni xaritasi-ku bu. 13-qishloqni. Xullas, bilmadim, xullas qayerdadir xazinasi bor ekan-da. Ha, mayli bo'lmasam. Men ketdim, Jetel, charchama. Bo'pti, davay. Bo'pti, xaritani ham olib qo'yar, menga hozircha kerak emas. Bo'pti. Obunashlar, borib ko'raylik-chi. Mana bilib ekan. Eko. Ha? Bu yoqqa yur, gapi bor. Juda ham zaril. Qanaqa gap? Mayli. Xo'p, qanaqa gaping bor? Xullas, anavi Madina to'y qilgan anaqani qidiryapsanmi? Odamni? Ha, o'shani qidiryapman. Mer aytdiki, uni topib olib qamashar ekan. Voy balakat. Menga yordaming kerak. Nimaga qanaqa yordam? Men anoni odamni izlayapman. Shu odam menman. Sanmisan? Voy, balakat, mana u tun qilganingni qala. Qara. Qamatib yuborishadi seni. Ataylab qolmadim. Ben shunaqa sxema yaratmoqchi edim. Keyin tun qilgandan keyin buzib qo'ydim. Voy, balakat, qani? Mana uyimda tepadan xohlasan ko'rsataman. Mana shumi? Wow. Ha, shu endi tun qilmayapti, ertalab qilmayapti. Shuni to'g'irlashimiz kerak. Shunaqa ekan. Bu narsaga menimcha o'ylab ko'rmadingmi? Balkim to'k tugagandir deb. O'yladim, to'k ham soldim, baribir foydasi bo'lmayapti. Voy, barakat. Xohlasang, mana bir shaharda ishlaydigan usta do'stim bor. Xohlasang, o'shanga telefon qilib beraman. Mayli. Ana bu yerlarga meni sotmaydimi? Yo'q, sotmaydi. Shuni hal qilsak to'g'rilab berasanmi? Bo'lmasa men sana aytib berishimga to'g'ri keladi. Yo'q, anaqa qilmayman, bu narsani buzib tashlayman keyin. Mayli, bo'lmasa hozir telefon qilib kelay. Mana nihoyat yetib keldim. Mana shu uymi? Niko. Mana shu uymidi? Ha, mana shu uy, bemalol kirishingiz mumkin. Mayli. O'zi qana momo chiqdi ekan. Qani, kiraylik-chi. Opa. Jetel, nima momo? Xullas bu to'ni makon qiladigan moslama, bu buzilib qoldi. Buni ko'ribsan, bu yangi moslamamda. Shim bilan shuni yirtib tashlasa bo'ladi. Bunday qilamiz.
bunday qilamiz. Bunday qilib turib, mana shunday qilsak, opa. Ana, ko'rdingmi? Rahmat sizga janob. Siz bo'lmagansiz nima qilardim-a? Qo'yaverasan ukam. Pulni qachon berasan? O'zi mana u kartangizdan tashlayveraman aka, rahmat charchamang. Xo'p. Yana xizmatlar bo'lsa chaqirurlar, bo'ptimi? Men hozir shu yerda bo'lib turinglar, men hozir kelaman. Obunachilar, xullas ko'rdinglar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Desam, mana bu yerda fermer ishlayapti ekan. Bu yerda. Xullas bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Hammaga xayr.